Qabulimga kelin makiyaji uchun yosh qiz keldilar. Ishni yuz analizidan boshlayman. Yuz shakli avval. Qoshlar terilmagan, chap tomondagi qoshlar o'ngiga nisbatan qalinroq, dum qismida esa tuklar pastga qarab o'sgan. Ko'zlar bodomsimon shaklda, tashqi burchakda biroz pastga tushuvchi qovoqlar mavjud. Nigohlarni ochish uchun lifting effektida aynan shu yerga ishlov beraman. Burunlari chiroyli, proporsional, shu sababli ham konturing juda ham yengil beraman. Lablar o'rtacha hajmda, tabiiy konturga ega. Ularni nude rangida bo'yashni afzal ko'rdim. Qizimizni tashqi kontrasti o'rtacha bo'lgani uchun unga yumshoq, iliq ranglar va yaltirab turuvchi teksturalar juda mos keladi. Agar siz ham muhim kuningizda yuzingizga mos, nafis va tabiiy makiyaj xohlasangiz, qabulimga yozilishingiz mumkin. Ana endi natijani ko'ramiz. Vafadorim mani, ilk bahorim mani, fasling qo'msab girgan